Makka Mukarramaga borganingizda albatta ziyorat qilishingiz kerak bo'lgan top 3 ta joy. Uchinchisi eng muhimi, Umra ibodatini qilib bo'lganingizdan so'ng shu joylarni albatta ziyorat qiling. Birinchisi Nur tog'idagi Hiro g'ori. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 40 yoshlarida Hiro g'orida ko'p ibodat qilar edilar. Payg'ambarimizga ilk vahiy ham aynan shu g'orda nozil bo'lgandir. Ikkinchisi Savr g'ori. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilayotganlarida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan mushriklardan 3 kun davomida aynan shu g'orda yashiringanlar. Uchinchisi Toif shahri. Tarjimatul Qur'on nomi bilan mashhur bo'lgan buyuk sahobalardan biri Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu bu joyda ilm majlislarini tashkil etib, Toifni eng muhim ilm markazlaridan biriga aylantirgan edilar va u zotning qabrlari ham aynan Toifda joylashgandir. Qolaversa Toif Saudiya Arabistonining tog'lar bag'ridagi eng go'zal va salqin joylaridan biridir. Bu videoni esa Umraga bormoqchi bo'lgan barcha yaqinlaringizga yuborib qo'ying.